Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana biz ham biroz muddat chiqa olmadik YouTube'ga. Shunga endi bir video tayyorlovda ishlarni qo'yib o'tamiz. Kataylar tayyorlayapmiz har doimgidek. Dushlar, hojatxonalar yasayapmiz. Hozir shularni izohlab o'taman. Mana ko'rinib turgan katagimiz uzunligi 1,5 sm. 1,50 sm. Yonlari 80 ga 80. Hamma o'sha qalin fanerdan bitgan. Endi yana qo'shimchasi mana u yonidagi 1,20 ligi. 1,20 ga 80 ga 80. Buni xudo xolasa qo'liga olib ketishim bo'ldi. Buni 350 ming so'm sotilaveradi. Bunisi 450 ming so'm birinchi ko'rsatganmiz. Endi ko'chaga chiqamiz. Ko'chaga chiqib yana bir ikkita kataylarimiz bor, izohlab o'tamiz. Izohlab o'tgani endi 4 metrlik katagimiz. Uzuni 4 metr. Eni 1,16 sm. Bo'yi ham 1 metr bo'lgan. Yemxonalari mavjud, eshiklari bor. Yer katay deymiz shuni. Bunimizning narxi 2 million so'm kami bor. G'uli nimalar uchun bo'lgan bu? Asosan ko'proq hayvonlar. Endi bu aytib o'tirganimiz haligi hojatxonada o'dik. Buni maxsus tayyorladik. Bir boshqacha bo'ldi o'zi ham. Mana ko'rinishi ham. Hozir eshiklarni ochib izohlaymiz. Buni uzunligi 1,22 sm ga, yon tomoni 92 sm bo'ldi. Mana eshik qismlari. Aytaylik, nimani endi ochamiz. Hamma yo'g'i fanerdan bo'lgan. Zo'r baquvvat ishxonalarga, tashkilotlarga qo'ygani zo'r joy. Eshigi ham ishonchli, baquvvat eshik bo'ldi-da. Yana izohlab o'tganimiz narigi kataylarimiz turibdi mana yo'lda o'zida. 2 metrligimiz 700 ming so'mdan, jo'ja kataylar 250 ming so'mdan, yonidagi 3 metrligimiz 1,3 ming so'm. Bu yonda turibdi mana yumaloq xo'roz katagimiz, yana kataylar. Buni dush qilib tayyorlayapmiz. Dushimizni ham xudo xolasa tayyorlab bitirsak, to'liq video obzorini qo'yamiz. Old xonali jo'ja katagimiz turibdi. Uni 3 xonaliklari bor. Mana bu 800 ming so'm. Bugun mana hozir uni ko'rsataman. Buni 3 ga bo'lingan. Bu ham 8 ming so'm. Uzunligi 2 metr, 65 sm dan bo'lingan, yon tomoni 80 sm. Uchgan bilan to'g'ri boqqani juda yaxshi bo'ladi. Har doimgidek manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Toshqo'rg'on qishloq Shabboda +2 90 536 06 11 93 536 06 31 100 raqamimiz. Bu dushimizni ham bitirsak, video obzorini qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.